Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon qarindoshlar. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sani arqali sizler bilan yana yüz görüşdük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damallam. Damallam programımıza hoş geldin. Allah razı olsun. Program riyasatçısı ben Abdullahat Ucat. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü programımızda yaxshilik qilguvchini unutmaslik degan haqda ba'zi savollarga javob berib o'tamiz. Hurmatli domlalar, endi bu nimaga qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy jamiyatga shu kishilar o'tirsada birisiga qilgan yaxshiliklarni unutish, masalan bir kishiningki ilmi sahada bo'lsin, tijorat sahasida bo'lsin, hatta ba'zi talablarning ustozlar aloqasida bo'lsin, o'sha haqda hamda qaraydigan bo'lsak, hamma kishida ma'lum kishilarning, tashkilotlarning, shaxslarning shunday bir qatqisi yoki fazilati bo'ldi hamda bir taraqqiy qilishi, o'quvchining o'qishi, bir insonningki yükselishi, ticaretçinin ticaret sahasında netice kazanışı için. Ama şu nesillerini məlum müddetinkin bir kısım kişilerin unutup karışı sebebidir. Kişiler oturursa da bazı köngülsüzlükler yoki dost birodarlarninki yiroqlab ketişi degandek meseleler kelib chiqadigan. Endi bugungi bu savol javob programımızda şu meselelerge İslam qanday qaraydi degan haqda bir xalqimizga tushuncha berib o'tayli deb bugungi programmamizning temasini shu haqda to'xtatdik. Birinchi savol hamda shu yaxshilik qilguvchini unutish degan shu masala islom ulamolari yoki salaf solihlar qanday tunishtiradi? Bu vaqt qisqacha ma'lumot bersizlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxshilik qaytirish, yaxshilik qilguvchini unutmaslik, yaxshilik qilguvchini tunish, bu har qanday sharaflik, axloqlik, go'zal insonlarda tepiladigan. Yaxshilikni inkor qilish, ko'masga selish, tunmasga selish, yaxshilik qilguvchining qilgan yaxshiliklarni unutib qolish, bu chakana odamlarningki axloqi. Qalbida kasal va odamlar hech qanday yaxshilikni tunmaydi, yaxshilikqa talab qilib turib, ehtiyojli turib, ma'lum bir yaxshilikka erishgan bo'lsa-mu, o'zining ehtiyojini chiqqandan keyin ham darhol o yaxshilik qilguvchini unutadi, balkim yaxshilikning o'zini unutadi. Bu puchak odamlarda tepildigan axloq. Shuning uchun olimlarimiz bu yaxshilikni unutib qolish deganlik qanday bo'lsa unutib qoladi, nima deganlik bu desa, bir inson aslida qalbidan qilingan yaxshilikni, yaxshilik qilgan odamni tunaydi. Tunaydi uni. Falan vaqtda men qiyinchilikdagi vaqtda yoki menda bir mushkulaga yo'liqqan vaqtimda meni bir menga yordam qilganti deb qalbida tunaydi, lekin tili bilan qat'iy buni e'tirof qilmaydi. O fakat unutib ketmaydi aslida uni. Uni asla unutmaydi, qalbida bor u. Lekin tili bilan boshqalarning oldida qat'iy yaxshilikni va yaxshilik qilgan odamni tunmasga selib oladi, uqmasga selib oladi. Xuddi hech qanday bir foyda manfaat, bir yaxshilik yetmagandek muomala qiladi, rahmat deyishni bilmaydi. Shuning uchun olimlarimiz har qanday haqiqiy erkak yaxshilik qilinsa rahmat deyishni biladi. Puchak odamlar, nachar odamlar cho desa, yaxshilik qilinsa tenishni biladi degan. Ya'ni bu darhol tenib olaydi. Shuning uchun yani inson tabiatida asli har qanday bir sog'lom bir inson yaxshilik qilsa, cho'qim o yaxshilikni unutmaydi, uni tunaydi. Hatto ba'zi vaqtda qilingan yaxshilik bir inson bilan qarshi taraf o'tirsidiki, dushmanlik bo'lsa, bu dushmanlikni do'stlikka aylantirib o'tiradi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sen
yaxshilikqa va la tastavil hasanatu va las-sayyi'a. Bu yaxshilik bilan yomonlik qat'iy barobar emas. Sen o'zingning yaxshi ishlari orqali, yaxshi ishing orqali boshqalardan kelgan yomonlikqa taqobildi. Ya'ni boshqalardan san kelgan yomonlikqa qarindoshlaringdan sen yaxshilik orqali qarshi turgan yaxshilik bilan taqobildi. Mushundaq qilsang, sen bilan boshqalar adovati va seni yomon ko'radigan odamga nisbatan sen xuddi sirdosh do'stdek mushunda bo'lib ketisizlar, ya'ni sirdosh do'st bo'lib ketisizlar degan. Demak, buningdan nurg'un yaxshilik insonninki qalbidagi adovatlarni yuvishga, shuni tunigan vaqtda qalbida qarshi tarafga bo'lgan muhabbatni paydo qilishga sababchi bo'ldi. Shuning uchun dinimiz tabiiy holda bu haqda hamda nurg'un mayli Qur'oni Karimda bo'lsin, mayli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zininki so'zlari orqali bu axloq bilan axloqlanishga har bir musulmonni alohida qiziqtirgan. Allah razı olsun davullam. Hamda şu agar yaxshilik qilguvchilarni turiga ayirishga to'g'ri kelsa, bu masalan qaysi turlarga ayriladi shunda. Yaxshilik qilguvchilarni unutadigan kishilarni, shunda unutish ahvollari qaysi turlarga bo'linadi bu vaqtda qisqacha. Tabiiy oldimda bu yaxshilik qilish yoki yaxshilikni qabul qilish, masalan, bu ko'pincha buning sababi nimadan bo'ldi desa, bu yaxshilikni unutib qilish insonning g'ofil qilib qolganligidan bo'ladi. G'ofillikdan bo'ladi, ya nadonlikdan bo'ladi. Shuning uchun Ibn Jawziy rahimahulloh Allah subhanahu va taala insonga hech qanday bir narsa muqobilsiz, ya'ni hech qanday badalsiz ato qilgan ne'matlar bor. Bu inson odatlanib qolgan bo'lg'achqa buni unutib qoladi. Mayli insondagi aql farosat bo'lsin, quloq ko'zli bo'lsin, bu masala Allohning bergan ne'mati. Buni unutmaslik kerakda, lekin nurg'un insonlar buni unutib qoladi. Nima uchun desa, g'ofil qilib qolganlikdan. Va shundaqlar shuni g'ofil qilib qolgandan keyin, buni unutib qolgandan keyin bu ne'matni ato qilguvchiga shukr aytishni unutib qoladi. Shukr aytmaydi. Ondan bu türler desek en başta tabii halda her qandaq bir musulman insan Allah subhanahu wa ta'alaga şükür etiş lazım. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu insanı insan kılıp yaratkanlığı. Bu insan kılıp yaratkanlığa koşap bu insanı musulman kıygallığı. Andın onu koşap tabii halda bu insanın sağlam buluşu, mesela beş azayının sağlam buluşu, aqlınışının cayda buluşu, alayda eğri kesel olmaslığı, bu şolun hemmesi Allah subhanahu wa ta'ala'nın insanı ata qilgan ni'meti. Birinci olab, bu ni'metini, hidayet ni'metini, Allah'ın insan qilib yaratganlığını qat'iy unutmaslik kerak. Allah Qur'oni Karimda la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Sizlar Allah'nınki mening ni'matlarimni tunib, bunga shukr etsanglar, o'zingizning bandishligingni joyida qilsanglar, men bu ne'matni texim ushuk ziyoda berman dedi. Unda bo'lgandan keyin tabiiy holda eng birinchi bo'lib mo'minga nisbatan hidoyat ne'mati hammadan katta ne'mat. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni shu hidoyatning qadrini bilgan, Allohga bandichilik qila olgan kishilarga texim assalab berdi. Bu birinchi nuqtada. Har qanday bir shaxsda o'ylashga tegishlik, ya'ni birinchi qatim rahmat deyishga tegishlik, shukr aytishga tegishlik zot Alloh subhanahu va taolo. Yani ikkinchi o'lab men insonlarningki hayotimizga cho'ksak, birinchi o'lab ota-ona. Ya'ni bir insonninki ota-onasi bor. Bu ota-ona balani kichik vaqtidan tortib shunda jafo tortib cho'ng qildi, tarbiyaladi, jafosini tortdi. Nurg'un ana bo'libmi hatto masalan nurg'un vaqtda yo'qolib ketirgan ya o'lib ketirgan shunday ahvollar bor, dadavlat sufti bilan. Lekin ana balini deb to'ymi qilmaydi, nurg'unlari balini cho'ng qilish uchun shunday jafolarni tortdi. Lekin u bala shunday cho'nglab, o'qib, jamiyatda bir o'ringa erishib, iqtisodga erishib, pulga erishgandan keyin u ananinki haqqini to'nimaydigan, anni qadrlanmaydigan, ananing ato qilgan tirishchanliklarini ko'rmasga saldigan ya unutib qoladigan, shuning bilan anini tashlab qo'ydigan, kari olmaydigan shunday ishlar jamiyatda bor. Bu eng og'ir jinoyatlarning biri. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida so'kkan
eyiplig'an gunohi kabirning biri bu. Allah subhanahu va taolo o'ziga sherik keltirganlik bilan birga ota-onaga yaxshilik qilmaslikni bir yerga kelgan. Ya'ni qanday odam Allohga sherik keltirish ig'ir bir jinoyat bo'lsa, ota-onaning huquqini, ularning hurmatini to'nimaslik, ularning qilgan jafolarini unutishning o'zincha mashina bilan bir yerda bayon qilgan. Shuning uchun bu birinchi, ya'ni har qanday bir inson bo'lishga tegishlik, unutmaslik tegishlik yaxshilik nima desa, ota-onasining bolalarga qilgan yaxshiligi. Buni unutmaslik lozim. İkinci bulak en mühim bir nokta er-ayol münasebeti, aile münasebeti. Aile münasebeti de nurgun erle mesela özününki ayolları bilen her kandak er kembağal vakit toy kurudu köpinçe halette yani. Turmuşu tüven kıyınçılık bilen toy kurudu. Uzun yıl birlikte yaşaydı, pul tapıdı, yüz tapıdı, şunun dinken xotun qərib qağa vaxtda közgə sət görəngin turdu. Cəmiyyətdəki başqa xotunlar, ya başqalarının qızları, ya başqalarının xotun çiraylıq görünüb ketib, şunun bilan qadinas nəticəli xotunu taşıyıb etib, onun bilan karı olmay, balını taşıyıb etib, onun üstüge xotun eləb, bu şunda qıldığan insanlar mı cəmiyyətdə bax. Bunu şu ilgiriki birge uzun yıl japanı billi tatqan, özünün ayalının ki yaxşılıqlarını birge boğallarını unutup kalışının üzümü şu yaxşılıqını unutuş qatarı kirdi. Ve şunu bilen birge bir ayalının mı özünün eri bilen uzun yıl bil yaşap şundaq nurgun yaxşılıqlarını qıysa kiçikkenen bir erninki meyli iqtisadi meyli micazının özgürüp kalışı ya kiçikkenen bir iş açıqlap kalışı sebebidin çoğu deyse uzun yıl birge şundaq hatırcam yaşıgan erini qadrlamay, o erinin sen zade ezelden muşundatın, ezelden ben senden yaxşılık görüp bakmagan, uçu buçu dep heliqi inkar qilish, qilingan yaxşılıklarını unutup qilish, mana bu muço ayalninki erinin qilgan yaxşılıklarını unutup qilishi, bu mu egir bir xatalık. Hoş. Andın bunun qo'shab heliqi mesela meyli ticaretçi bolsun. Mesela ticaretçiler başta birisinin 100 bin dolar pulu var, yani birisinin 10 bin dolar pulu var. Ya tecrübesi var mesela. Ya ki tanıdığım pul çıkardı. Onun dinkin bilişinde iş kılıp pul taptı. Pul tapkandan keyin birisi başta iş bilmeydi keyin iş ügendi. İşini ügene verip lan şunu olan çoğu özünün şirkini, Konya tepip şirketini çıkırdığan işler mesela. Bu mu? Eğer bir meselemde. Yani bir insan yol tapanmağa vakitte yol gözetken bir ağinisi. Birle iş kıygan bir dostu. Bunu taşıyıp etişinin özü bu insanın ahlakının ne kadar küçük ekanliginin delili. Yani bir hayatımızda nurgun duç keladigan meselelerden biri mesela ustazninki şagirdlar çıkargan kıyınçılıkları, tirişçanlıkları, şu şagirdlerini okutish için tatkan jafalarını unutup azraq bir ijtimoiy o'ringa ya iqtisodga ya ilmga ya bugungi kunda masalan doktorlik erishdi desa shuni bilan o'zini necha yil o'qitgan ustozlar bilan kar olmaslik, ularning hurmatini qilmaslik, shu bu jib o'quvchilar topilgan bir ahvol. Bizlar men bir his qilgan bir narsa Misrda o'qiydigan vaqtimizda bir kuni men bir ustozim bilan birga ketyapsak, yana bir balamda udullam salomlashmaylam o'tib ketdi yerimizdan. Desa ustoz qo'pab Subhane mugayyirul ahval degan mayağı ötebdi. O insanların halini özgertirgan Allah nemi degan ulug' Allah deb bu o'quvchi doktorlik epop diken şu çağda. Doktorlik elishdan burun odatda bir yerda uchrab qolsa qo'lini tutib suydigan, voy deydigan bir o'quvchi. Lekin doktorlik, yani bir o'quvchiga nisbatan eng yuqori unvon, ilmiy unvon, doktorlikni eliplamcho desa derhal keyin ustozini yo'lda uchrab qolsa-mu, ko'maydigan bo'lib qolish bu o'quvchilardan tepirdi. Bu mu eg'ir bir jinoyat hamda, eg'ir bir insonlikdan chiqish mandaqcha aytganda. Ana yana bir muhim turi, masalan, tashkilotchilikda deylar, tashkilot qurdik, qanday tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, nurg'un jafo bilan kuch yo'q vaqtda, adam yo'q vaqtda, iqtisod yo'q vaqtda
quvduq ma'lum bir tashkilotni quvgandan keyin ondan uzun yil xizmat qilish orqali nurg'un kuch paydo bo'ldi, adam paydo bo'ldi, iqtisod paydo bo'ldi, sharoit paydo bo'ldi. Shuning bilan ondan burun sabdash bo'lgan, billa ish qilgan, masalan, billa mangan adamlarni unutib qolib, anna yangi adamlar ko'zga bak chiroyli ko'rinadigan bo'lib, shuning bilan uzun yillik sabdashlarni, uzun yillik do'stlarni unutib qoldigan, uning bilan kar olmaydigan yoki uni amal qilib xizmat doirasini yiroqlashtirishga alohida tirishchilik qiladigan mushundaq ahvollarmi insonlar jamiyatida bu tepiladi. Lekin bu qanday axloq desa, albatta yaxshi bo'lmagan nachar bir axloq endi. Inson chuqum har qanday vaqtda o'zininki yaxshi do'stlarini bo'libmi, jafo mushaqqatda birga bo'lgan, qiyinchilik kunlarda birga yashagan og'inlarni qat'iy unutmaslik kerak. Bo'libmi diniy xizmat qildiganlar, din yo'lida ma'lum da'vat qilganlarda texmi bu axloqcho yuksak bo'lish lozim. Ma'lum vaqtning o'tishi bilan, masalan, ma'lum ziddiyatlar, fikrni o'xshamasligi paydo bo'lib qolishi mumkin xizmat yo'lida. Lekin buninglik bilan uzun yillik birga mangan yo'lni, ham suhbatdosh bo'lgan kunlarni, zamonlarni unutmaslik kerak. Alloh Qur'oni Karimda bir oyat bor. "Va la tansawul fadla baynakum" deb. Bu oyat qachon deydi desa, xotinninki ajrashib ketgan vaqtda deydi. Yani başta oyatning 5-nimidan "Va iza tallaqtumun nisaa'dan" boshlanadi. Ayollar bilan ajrashib ketib qolsanglar, o ayollar bilan birga bo'lashdan burun o ayollarninki to'ylig'ining yarmini qaytarib beringlar. Agar o ayol kishi bo'ldi men to'ylig'imning hammini bermayman desa, ma ercho uning rozi bo'lsa bu nayt yaxshi. Yoki u ayol qo'pab, masalan, bo'ldi ma yarmini qo'shib hammini berayotay desa, u o'zining ixtiyori. Lekin ercho desa, agar afu qilib olsa, bo'pti deyversa, bu nayt yaxshi deb ayg'idan "Wala tansawul fadla baynakum" degan. Yani bu deganlik bu umumiy bir o'lcham bo'lish lozim musulmonning hayotida. Bu yerda bir ziddiyat bo'ldi, ziddiyat olmasa ajrashib ketmaydi ar ayol. Xapuliq bo'ldi, kelishamaslik bo'ldi. Mushundaq kelishanmagan vaqtinglarda ziddiyat paydo bo'lgan vaqtlardimi o'zingizning burunqi o'zaro birsi-birsiga qilgan yaxshiliklaringni, birsi-birsinglar bilan o'tkazgan yaxshi kunlaringni, yaxshi minutlaringni unutib qolmanglar da'vatdir. Bu har qanday bir musulmonga nisbatan shu desa, o'zining hayotida alohida shuar qilish tegishlik muhim bir nuqta. Bu faqat ayollarga ham xos emas demak. Ayollar xos emas. Hayotimizda umumyuzlik zodi mayli shirkat qo'g'onli bo'lsin, mayli ustoz bilan shogird bo'lsin, mayli tashkilotchilikda bo'lsin, mayli oilada bo'lsin, mayli ijtimoiy yaqin o'tgan do'stlar orasida bo'lsin, bu mush oyatning mazmunini hayotimizda biz o'zimizga bir prinsip qila olsak, u chaqda cho'qim biz to'g'ri yo'lda mang'alaymiz, ham shundaqla do'stligimizni, oilamizni, shirkatimizni saqlab qola olamiz. Agar unda bo'lmagan taqdirda shu desa, nurg'un xafaliq, bu hayotdagi xafaliqning ko'p qismi mushadan kelib chiqadi. Allah razı olsun. Baştalıqı mesela birinci olab Allah'a şükür qilish meselesini o'ttirib qo'ydilar. Bazı ulamalar debdi mesela inson aslında daima naşükür bo'lganlik uchun Allah Teala onunğa mesela ko'z, quloq, hayat hamma narsani mesela artışlıqni ba'zi bir ömür 50-60 yil yashasa onun hech qanday shukr qilish unutib qoldi ba'zi, ama azroq biriga kasal yetgan hamon yoki bir beshiga bir dard kelgan hamon voy Alloh mana shuni menda dardni berdi deb duo qilishga, shuning yo'lini izlashga, xashlashga boshlaydi deb bu insondagi aslında shukr qilishning nimasiniki yo'qligi deb shuni eslatibdi. Allah Teala Allah'a naşükürlük kılıştığında hemimizi panada saklasın. Hem dostlar, şu aslında yaxşılık kılgıcını unutuş meselesiga İslam qanday qaraydi? Agar shunday bir inson sahvarlikdan yoki
Abiyam sizde tam o unutup kalmaydı kalbide var lakin tilga ölüşne, eslashne, masalan bir rahmet deyishni, yashash haqqıga tushliq muomala qilishni qabul qilolmaydi o. O ko'pincha holatda shu tabiatining nacharligi, axloqsizligi, puchakligidan boshqa odam yaxshilik qilsa, kichikkinam qilgan yaxshilikqa men rahmat desam, meni o'zim chiqib ketadi. Men bunda rahmat demaydig'ini mana. Ya masalan rahmat demasin, masalan ashunga bir odamga masalan sizlar menga yaxshilik qilgan bo'lsalar, bundan necha yil burun hozir ikkinchi qitim bir boshqa aramizda boshqa bir munosabat bo'lsa, ben uningga tuzkorlik qilib sizlarga hech qanday turmagandek bir muomala qildigan ishlar bo'ldi-ku, hamda men o'zimni unutib qolib. Mushundaq ishlarga masalan islom qanday qaraydi buniki? Masalan, mudahshirib aytgan chog'ida tabiiy holda biz hukmi nima? Biz Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bunda odamlarni birinchi bo'lib nayt sökkan. Nima degan desa, Sura Tavbada ve minhum men ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna ve lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi ve tevallaw ve hum mu'ridun. Ularning qatidan shundaq bir insonlar var. Allah subhanahu va taolo bizga iqtisod ato qilsa, yanjig'imizda pul bo'lsa, qo'limizda pul bo'lgan bo'lsa, biz bu pulni Alloh yo'lida sadaqa qilib yutdik. Alloh yo'lida xajlaydik. Qaranglar, palani bay qat'iy xajlamaydi ekan, bizning qo'limizda bo'lib qolsa, anda qildik, manda qildik deb menda Allohga va'da yurdi bular. Bu shunday va'dani berib, biz yaxshidan buldik endi Alloh yo'lida xajlab. Alloh ularga molni bergan vaqtda, iqtisodni bergan vaqtda desa, bunun şükrisi nimeti iqtisodni bergan vaqtda Alloh yo'lida xajlashdi. Xo'sh. Lekin bular qanday qildi desa, baxilubi. Allah ularga öz fazildan iqtisodni bergan vaqtda, boy qilgan vaqtda ular bexillik qildi. Shuning bilan bexillik qilib yuz o'raydi ular deb so'kdi. Bu munofiqning sifatidir. Demak, Allohga shukr etishdan iborat. Allohning ne'matiga shukr etishdan iborat bu ibadet ne? Bu bendiçilik ne? Cahide kalanmadır. Şu Allah bulanı çok söktü. Yarı bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç adamın kıssını bayan kıldı. Yani birisi kor, yani birisi akisli ve adam, yani birisi üç türlü kisel. Kor akisli ve qo'ychininki birisi shunda ko'r bo'lib qolgan, yana birisi akisli va adam, yana birisi kim o desam, hadisning nimasida gap qilinmaydigan. Hazır o nima emas? Üç adamga Allah subhanahu va taolo malaikani avatish orqali uchlisidagi aybni, kasallikni Alloh yo'qotdi. Buning badaliga uchlisiga talab qilganni badi. Keyin Allah subhanahu va taolo bular hammasi boy bo'lib ketdi, chiroyli bo'ldi, ko'z ko'rmaydiganni ko'radigan bo'ldi, masalan. Onundan keyin shularning har biriga burunqi holatida qanday bo'lgan bo'lsa, şu şekilde malaiketin birini evetti. Malaiketin birini evetip hemmisiga sen bana Allah bergen maldın çoğu, bana pişkin bersen dedi. İkisi red kıldı. Fakat küze kömeydiğini çoğu dese, o berdi. İşkili ise halak oldu. Ma birisi çoğu Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetini Tunugan boğaçqa, bunun şükürsün caydı qiygan boğaçqa, bunu Allah subhanahu wa ta'ala saklap kaldı, bu nimetini onun tatıb almadı. Demek yukarı ayet hadisten, birinci olap Allah'ın nimetige şükür kılış, bu Müslümanınki burcu, bu mesuliyeti, vacibi ikelliğinin delili. İkinci olap andın, mesela bendile arzutucu dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu bayan qilgan hadisda وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ
فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُهُ. Qandaq bir adam sizlarga bir yaxshilikni qilgan bo'lsa, bu yaxshilik qilgan odamni mukofotlaring sizlar. Uni bir narsa beringlar. Agar sizlar u odamni mukofotlaydiganga yaningizda bir narsa yo'q ekan, mukofotligidek bir sharoitingiz yo'q ekan, bundaq sharoitinglar bo'lmay qolsa, u odamga duo qiling deydi. Ey Alloh, balani rahim qilsizlar. Mangmanda yaxshilik qilganda, shu yaxshilikning bedeliga u bandani jannatga kirgizsizlar, gunohlarini afv qilsizlar. U bandaning gadindan balalarini ko'taribsizlar deb, ya'ni u bandaga duo qilinglar yaxshilik qilgan odamga. Hatta o'zinglar, ya'ni shunda uzun duo qilinglarki, o'zinglar ham ma odamga men ay qilgan yaxshilik qarta bir mukofotini berdim deb shunda bir his tuyg'uga kelganga qadar shunda duo qilinglar deyapti. Yaxshilik qilgan odam qarta. Bu nima degan alqa muhim bir mazmun ma'lum. Bu alqa hayotimizda nayt oilada bo'lsin, ota-bola o'rtasida bo'lsin, tashkilotchilikda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, nayt azlab ketgan bir axloq endi. Azlab ketgan bir axloq. Yani bir hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu bayan qilgan hadisda "Men u'tiya ata'an fawajada falyujzi bih ve men lem yecid falyuthni." Qanda bir adamga bir sovg'at qilinibdi, hadiya qilinibdi, bir yaxshilikka erishibdi, yaxshilik berilibdi, mol dunyo berilibdi. Bunda bo'lsa, bu odam imkoniyati bo'lsa, biznes topar islom qilgan yaxshilikqa qarshi tarafni cho mukofotlasin. Agar biznes topolmay qolsa, uning bir rahmat deysin. Falyuthni degan. Rahmat deysin. Qanda bir adam rahmat desa bu shukr aytgan bo'ldi. Yani şu yaxshilikqa qilgan odamga rahmat Alloh rozi bo'lsin desan, bu shukr aytgan bo'ldi. Ammo buni yushulsa, mukofotlaydigan narsa yo'q ekan. Buni yushulsa rahmatmi demabdi. Bunda bo'lsa faqat kafar dedi. Yani bu adam şu ne'matga tangan bo'ldi. Deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste rahmet deyishninki, Allah razı olsun deyishning bir xizmat qilinsa bir adamga ne kadar muhimligini bayon qilgan. Uyg'urlarda haqiqatan az bir axloq minnatdorlik axloq. Men nayt bazı insanlar qarab mesela bek ko'nglim yerim bo'ladi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela hadis-i şerifte sizlarninki tabassumuka fi vajhi akhika sadaqa degilekamdir. Yani sen bir Müslüman qarindishingga tabassum bilan qarg'anligingning o'zi pul xajlagandek Alloh yo'lida qilingan bir sadaqa deydimdi. Bir Müslüman qarindishi bilan bir uchrashib qolganda bir illiq ko'rsa, illiq muomala qilsa, nima ziyon tata shu musulmon mesela. Qat'iy chiroyini ochmaydigan, o'miyib turgan odam bu hayotda. Salom qilsa, salom qaytolmaydi degan. Yani bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin muşu hadisini bir insan özünün hayatı tatbiq qilsa, aynda qarindoshlar bilan tabassum bilan ko'rasa, assalomu afshu salama baynakum dedik Peygamberimiz. Salamni sizlar shu chechinglar hammiyaga deb. Hatta tunug'anga salam qiling dedik endi. Ashunda salam qilsa, salam qilgandan keyin tabassum bilan bir salomlashsa, ko'rishsa, bu nima degan go'zal. Jamiyatdagi nurg'un ziddiyatlar tugaydi. Xo'sh. Cho'ngdan qabulab qolgan kichikning ko'ngli ichirdi. Kichikdan ko'ngli ag'rib qolgan cho'ngning mucho ko'ngli yayraydi. Yani nimadan qabuladi haq? Falon yerga ketayotsam salom qilmadi deydi. Illiq ko'rashmadi deydi. Yoki yo'lda uchrab qolsam qo'lini tanglamadi deydi. Masalan, yani unchilar hayotda manda bo'lib olishning o'zi hamda bu naiti yani aşında külmeydigan, her daim bir musibet kapılık işideki kişiler aşında muamele kıldıgan bir illik muamelesi, bir tatlık gibi yok. Yani bizde halkımızda bir gap var. Buğday nenin bulmasa buğday sözün yok mu dep. Mesela muşum mu hayatımızda nurgun kişilerinki ailesi yok bir çıraylık gap.
Ay, ailedeki er ayal oturusdaki cidellerinin asas 80%'i münasebetki bağlılık. Gep sözki bağlılık. Bir işke kız çıraylık gep bolsa, nurgun ziddiyet tügeydi aslında. Bir çıraylık gepni kılışını bilmey, ya ki kıysam, xotni qopap, ben bunun çıraylık gep kıysam, ben yelvergen bolu men davatkan. Eğer qopap, xotni çıraylık gep kıysam, ben bu xotundan qoğgan bop kalımen dep, birse yüzüne ailesi de yolva söylenmiş tek manda ya ki işte, onu demey. Manda oxtiş bilen ailedeki nurgun ziddiyet şu. Muşuna bulur demdi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşahedesinde kösetken mesela yuqorqi. Muşunu insan hayatı tatbiqlasa. Mesela yani bir hadiste Peygamberimiz Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'nun hadisinde uritun nar fa iza aktharu ahliha an-nisa. Ben davzaq köystildim bana. Qarasam bu davzaqninki köp kişiler o davzaqda ba ayallıyken. Ayallıyken ular munda kafir olgan. Kafir olgan deganning ma'nosi tangan degan gap. Şuna bilen sahabelerimiz ya Resulallah ekfurna billah. Ular Allah kafir olamdı ay Allah. Şunu ayında davzaq jihkir ketken mu desi. Yo'q, Allah kafir olmaydı. Allah kafir olmagan ay Allah va. Lekin وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ Özünün iyirigi tanıdı bula. İyirinin kegen yakşılıklarını tanıdı. İyirinin fazilini qat'i untudu. Eğer sen ulanın birge zaman boyu yakşılık kıysan, لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرِ Zaman boyu yakşılık kıysan, onun dinkiyen sendin bir işini köyse, onların narazı olduğun bir işini köyse, قالت ما رأيت منك خيرا قط. Vay al kupap çöldüse hayatımda sen 20 yıl yaksandım bir yakışık görmeptim ben. Dep net yıllık hayat ki net bala mesela ailde. Ayşına tosma bunu unutdu. Dep bunu çoğu sökken. Şuna yanı bir hadisini devitey. Muahediste bu oxşar şekilde erlerimi tushirgandı bu alaqa. Tabii halde ergimi ayollarni zikr qilib deb erlar ayollarga kupurlik qilsa masalan. Ya o alaqa ayollarning ko'rgan fazlini, yaxshilikni yuqorida deb o'tdik masalan. Har qanday bir o'zi kambag'al vaqtda, bechora vaqtda turmush qurib, oilasi bilan necha yil yashab, buni yoq pul tepib, yuz tepib o xotun saat görünüp şunu bilen. Andın başka yan qaraşning o'zi. Ala vaqtida tunji xotin deganda kichik vaqtida ayta tas ataniga bitirib yo'llagan, yaqinliqlarga yo'llagan. Mendan pul topgan, bu xotinni bir alavasam deb necha yil yo'l minib tas oldigan gap endi. Tabii. Keyin onundan siz degandek masalan turmushi yaxshilanib cho'ngagandan keyin onunga o xotin anda saat görünüp şunu bilen andın sırt qarab xotun balları bilen qo'shab tashib etgan kari olmagan. Her bunun hemmisi haqiqiy erkekninki. Haqiqiy payg'ambarimizning ummatiman deb Rasulullahning ummati ekanligini da'vo qilgan erkekka qat'iy yarashmaydigan bir ish. Bu pichak nachar odamlarning axloqi. O payg'ambarning ergashkichilarining axloqi yuqoriqdek bo'lish lozim. Başka var mı to'g'rilik? Bundan men bir hadisni eslatay dedim, hammaylanga bir eslash bo'lsa. No alqa mashhur bir hadis. Kishilarga rahmat deyanmagan. Kishilarning bir yaxshilik kelsa, uningga rahmat deyanmagan, Alloh rozi bo'lsin deyanmagan odam Allohga rahmat demaydigan odam. Deb payg'ambarimiz shuna bayon qilgan. Hatta Nu'man ibn Bashir radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. Az nimetke şükür kılanmagan, şükür kılmagan. Yani az yaxşılıkka şükür kılmagan adam köp kimi şükür kılmaydı. Yani yüzünde adet yok degan gap. Yüzde de o rahmet deydigan, Allah razı olsun deydigan adet yok. Onun adetlenmeyenlikken azga o. Bu işlek nasiga rahmet deysem benim üzüm şüp ketmemdi deydi o.
Şunu bilen çıqqımı çoğu mesuliyeti bu kıldıgan nimiş qildi bu bizga yaxshilik qilmay. Qildigan ish mushu buni deydi o. Xo'sh. Azgı rahmet demigen adam köpki rahmet demeydi. Kişilerge Allah razı olsun dep rahmet demigen adam Allah'ın nimetini tunup rahmet demeydi. Allah ata kıygan nimetlerini sözleş. Kişiler aldıra. Allah bana anı verdi, manı verdi. Hatta bir adamın yakışlık kesimi şu Allah'ın şu bendinin kalbige şu yakışlıkını kılışın seliş bilen kilidi o. Özlüğü kemeydi o. Allah'ın nimetleri bilen sözleş bu şu nimetki şükür kıygallık. Bu sözleşni taşlaşının özü küfürlük neydi? Nimetki tangallık. Cemaat bu bir rahmet. Yani insanlar içinde, Müslümanlar içinde bir cemaatçiliknin buluşu, hemkarlıkның, dostlukның buluşu bu bir rahmet, Allah'ın rahmeti. Bölgünçilik çok azap deydi. Xuddi muş hadiste, muşundak insanlarga rahmet diyenmigenle Allah'a rahmet diyenmigen buludu dep başlap hadisine ahirista cemaat rahmet dişi. Yani xuddi bu cemaatinin kilip çıkışı insanların birisinin hakkını tunuş bilen yaxşılık qilganlarga Allah razı olsun diyaleydigan mushunda cemiyetini barpo qilish bilan birisinin haqqini, birisinin fazilini tungan vaqtda bu cemaatning qurildiganligi. Qandaq bir cemiyette bu yuqaydi ekan, yani birisinin fazilini tunaydigan, Allah razı olsun deb yaxshilik qilinsa buni deydigan ish yuqaydi ekan, hamma odam g'adib yuriydi ekan, birisinin ortiqchiligi, fazilati Ustaz şagirdinin yani yukarı dep ötken bunda cemiyette bölgünçülük bulduğallığının çoğu ziddiyet bölgünçülük bilen tulduğallığının bişaret mahallesi. Vel furqatu azab dep hadisinin ahirisinde aşındak lafzı bilen kagellikinin üzeri bu cemiyetimizde, ahlakımızda ne kadar muşu Allah razı olsun, rahmet dep muşundak işlağı hiç bomba digen de mukafatlayarsak yukarıda Peygamberimiz gösterkendek mukafatlaşımız lazım. Hediyelerini verişimiz lazım. Onu kılanmaptık. Onu kılanmagan takdirde mi çoğu hiç bomba diyende dua kılış, Allah razı olsun diş, rahmet diş. Bu cemiyetteki cemaat barpa kılışının ki birlik hemkarlıkının buluşunun ki birden bir yolu. Rahmet ustaz, Allah razı olsun. Ahırda mesela biz hep ettik yukarıda. Bizim Uygur cemiyeti de şu minnettarlık meselesi az kenemde yok desek mi olmaydı. Biz vatandaşımız cıknım kalmağıma, çetellerde halek kürdükemiz. Mesela Araplar cezakallahu hayran deydiken, Türkler rahmet teşekkür ederim deydik. İşte bu cık anaydıken bizim de küçük varlığını tatip götürdükken. Hem de mesela hazır hali cık adamdın anlavatımız, qaşavat, qallıqını kürvatımız, şunda falan okıldı, bir müddet degendek meselelama cemiyette bakenemdi. Şundaq yaxşılık kılgan kişilerini unutuş meselesi bir cemiyette evç asa köpeyse bu ahval şu kişinin üzge ve cemiyetke qarta yani qandaq ziyallarını elip keledi. Bu haqda qısqacha tushuntirib berasizlar. Allah subhanahu ve taala Nahl suresida ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha deb bir oyatni bayon qilgan. Aslida ular Allohning ne'matlarini taniydi ular, biladi, lekin uni bilib turib cho'q inkor qiladi degan. Ya'ni va aktharuhum buni ayg'iz ayiblashamdi. Bu yerda köp adamlar nimetki şükür qaytishning o'zi yoki endi rahmat deb qo'yishaverallam bo'ldi deb tushunib qoldigan shunday bir ahvol bor. Aslida bu bir ne'mat Alloh bizga ato qilsa, eng birinchi bo'lib shu ato qilgan Allohni eslash lozim. Alloh subhanahu va taolo ashundaq shu o'zining bandisini bo'ysundirib bermagan bo'lsa, shu yaxshilikni qilishga u yaxshilikni qilmaydi. Shuning uchun har qanday bir ne'matga erishgan odam birinchi bo'lib Allohga shu ne'matning badaliga
Allah'ını eslash, Allah'a qulchilik qilish, bandichilik qilish. Bu shunda qilgan vaqtda andan bu ne'matcho desa ko'paydi. Ya'ni birinchi o'lab sizdan so'ragan savolda buning zini nima desa, Allohning ne'matini tunib turib, buni inkor qilsa, buni tunimas qilsa, bu ne'matning yo'qolib ketishiga sabab bo'lgan ish. Shunga la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Ya'ni ne'matni saqlab qolay desa bir inson o'ziga berilgan ne'matni, cho'qim bu ne'matning shukrisini ado qilishi lozim. Ado qilmaganda o ne'matdan shu ayrilib qoladi. Abi ham yadımız kimga o'xshaydi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kelqi. Hadicha radhiyallohu anhaning do'stlarga masalan qo'ylarni o'ltirib, hadiyalarni mana palaniga apirib bironga bu Hadichaning do'sti edi. Uning menda jiq pazlabatdi degan hadis. Eng cho'ng o'rnak bo'la oladi deb. Bu tabiiyaldi bu hadis eng cho'ng o'rnak. Hatto Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Jad'an deb bir adam mesela Resulullah'a yardım qilgan. Kafirdi. Kafir bo'lgan bo'lsa-mu, onun qilgan yaxshiliğini Abdullah ibn Jad'an qat'iy unutmagan. Hatta Badr urushida asirga tushgan mushriklarni agar ash adam bo'lib hozir hayot ma'ulni qo'yvat degan bo'lsa, men qo'yib yutdim degan edi. Uningdan boshqa payg'ambarimizning o nurg'un hayotida ish izlari bor. Bir adamdan yaxshilik ko'rgan bo'lsa, uni qat'iy unutib qolmaydi. Qat'iy unutib qolmaydi. Ne'matni saqlashning birdan-bir yo'li nima? Ne'matga shukr aytish. Ne'matga shukr aytmaslik nimaga sabab bo'ldi desa, o ne'matning yo'qolib ketishiga sabab bo'ldi. Bu aloqa uchaylarning o'zgarligimi, shuni tushudi. Ikkinchi tabiiy holda bu Allohningki ne'matlariga shukr aytmaslikning o'zi bu aş insanın imanının acizlab ketkenligidan dalilandı. Yani bunu şükür etmeyverse insan, bunda beparva yürüyverse iman acizlaydı. Ahlakının ne kadar küçük naçarlığı bunun körünüp durdu. Yani nimet şükür etmezlik imanın acizlışıga, ahlakınınki tekimi yamanlışıga elip bardı. Üçüncüden tabi Allah subhanahu ve ta'ala'nınki gazvi kozgurudu. Üç şeylerini halak kılıp ikkilerini halak kılıp ettiğini için dese, bu insanlar Allah'ın bergen nimetini kadirlemedi. Bu bergişini unuttu. Mağın berdiğe vakitte nimetinin şükürsüga bular ço, vay biz degen bu mal ne, şu atarımızdan miras kalan mal bu dep katli tunuğunu unutmadı. Şunu olan Allah subhanahu ve ta'ala onların o nimetini tatıp aldı. Allah'ın gazı kozaldı. Şunu bilan birga tabiiy holda bundaq haqqi yaxshi muomala qilmaydigan, Alloh rozi bo'lsin, rahmat deyolmaydigan insonlarning ishirimicho nurg'un odamlar bilan munosabat yaxshi bo'lmaydi. Aloqalar uziladi. Xalqdan bunday odamlarcho uzariydi. Aloqalar uzaridi, er ayol bo'lsa ajrashib ketadi, tijoratchi bo'lsa arilib ketadi. Masalan, tashkilot ya bu sho'lib ketadi. Nurg'un xabarlar nadan kelib chiqadi desa, insanların şu nimetni, yaxshilikni to'nimaslikdan, birisi-birisiga qilingan yaxshiliklarni unutib qolishidan, shunday nurg'un ziddiyat jamiyatga kelib chiqadi. To'rtinchidan tabiiy holda bundaq inson har doim baxtsiz, o'zini bir xil alaqa nachar ahvolda his qiladi. Nima uchun desa, masalan bir adamdan kalbi tunuydu dedik o başta. Yani kalbide aslı bu yaxshilik qilgan adamni tunuydu. Tunup durup tili bilan inkar qilishi yoki e'tirof qilmasligi bu adamdagi yoki takabburlik sababidan bo'ladi bu. Takabburlik sababidan bo'ladi. Ko'nglida bearam bo'ldi-da. Ko'ngilda cho'qim bearam bo'ldi. Bu lekin bir adam Alloh rozi bo'lsin desa, bir adam yaxshilik qilgan bo'lsa, ko'ngil rahatlaydi. Ko'ngil rahatlaydi. Bunu demigen vakit şu desa hayatı ayında çünkü ko'ngildagi nurg'un arzu umidlarga bu adam yetemmaydi. Yetemmegandan keyin jamiyat munosabati haqlar bilan nachar bo'ladi. Oilasida xotirjamsiz bo'ladi bunda odamninki. Shuning bilan hayoti şu desa xushal xuram
baxt saodat bilan o'tmaydi. Hammadan muhimi biz bugun jamiyatimizda nurg'un kishilarni ko'rayotgan bir xil bearomlik, qaqshash, chechilish, o'rinsiz achchiqlash, o'rinsiz haqlar bilan urushib qilish, o'rinsiz oilasiz jidal qilish, masalan, bolalarning yetim bo'lishiga sabab bo'lash yoki nurg'un do'stlar o'rtasidagi ziddiyat, mushu uning hammasiga nima sabab bo'ldi desa, mushu Alloh ato qilgan ne'matni mayli u anaqa insonga Allohning bevosita kelgan ne'matlar bo'lsin, yoki Alloh ma'lum bir bandasini bo'ysundirish orqali kelgan ne'mat bo'lsin, mushularni tunayolmaslikdan mushunda yomon oqibat kelib chiqadi. Bir xil qaqshashlar hukm surayotdi jamiyatda. Hammasi shu Alloh ato qilgan ne'matni tunimaslik, jamiyatdagi nurg'un xizmatlarni tunimaslik, hamma narsani ko'masga selish, mushuningdan oldin shu qaqshash, norozi bo'lish, hammadan birisidan norozi endi. Hamma tashkilot birisidan norozi, haq birisidan norozi, bu davlat turayotgan, yana bir davlat turayotgan norozi. Mushuning hammasi shu desa, asli uzduba. Guharni, ya'ni o'zidagi Allah ato qilgan nurg'un ne'matlar va aslida o'ylansa. Lekin buni o'ylanmagandan keyin hech hamma narsa ko'ziga shunda yomon ko'rinib, shuning bilan andin shunda hayoti bearomlikda qaqshash bilan o'tirgan gap. Oxirida sizning kelini qo'shib qo'ysak, masalan, shundoq yaxshilik qilishni unutish yoki buni inkor qilish, ya'ni shu insonga bundan keyin kishi yaxshilik qilmaydigan bir holatni olib keldi hamda. Albatta, tabii nurg'un yaxshilik o'ziga qartazganda hamda masalan. Albatta. Bir qitim qilgan bo'lsa, bu burun bunday qilgan deb masalan boshda o ajoyib tashlanib qoldi asosiy. Ba'zi odamlar masalan yil bo'yi bir yerdan telefon qilib izlamaydigan, lekin telefon qilsam ma'lum bir ehtiyoj tufaylidan telefon qildigan. Unda adam masalan 2 qatim, 3 qatim telefon qilsa haq elishi mumkin telefonini. Ondan keyinchi desa, ayna uzrab ketsa vaqt, munosabatlar, telefon qilsam ammas bo'ldi. Nimishqa desa, badam shu telefon qilsa, binas so'rab ya yordam so'rab telefon qildi deb, shuning bilan nurg'un alaqa. Chunki yaxshilik qilingan vaqtda rahmat deyamidi, Alloh rozi bo'lsin deyamidi, yaxshi duo qilamidi masalan. Nurg'un sabablardan o'zimi nurg'un yaxshilikdanmi mahrum qiladi hatto. Boshqa gap so'zlarmi? Oxirida bir oyatni Alloh subhanahu va taolaning sura Baqarada bir oyat bor. Mushni aslatib qo'yay dedim o'zimiz va hammamizga. Qawlun ma'rufun khayrun min sadaqati yatba'uha adha. Xo'sh. Bu mush oyat hamda har qanday bir odam o'zining hayotida bir hayot qonuni qilsa. Yaxshi gapning o'zi, yani chiroyli gapning, yaxshi gapning o'zi pul verib azar bergandan yaxshi degan gap. Yani pul verib uningdan keyin azar qilgandan, ko'ngli yarim qilgandan, chiroyli gapning o'zi bu yaxshi degan ekan. Shuning uchun bu chiroyli gap qilishni, chiroyli muomala qilishni, hatto bir odamga yordam qilmagan taqdirdimi? Yaxshilik qilmagan taqdirdimi chiroyli gap qilishni, mayli o'zining oilasida, jamiyatida, do'stlar o'tirsida, mayli tashkilotda, mayli hamma yerda bir insonning og'zidan chiroyli gap chiqsa, yaxshi gap chiqsa, o'zining do'stlarining oilasi xursand bo'ladigan gap chiqsa, yomon gapdan bir saqlansa, bu yomon gapning oqibatiningki naqadar yomon ekanligini hamma odam o'ylasa gap qilgan vaqtda. Bu gap og'zidan chiqqan xalqimizda maqol tamsillar o'xshaydi deydi gapni. Buni yondirib olmaydi. Qarshi taraf unutib qolgan taqdirdami malaikalar yozib qo'ydigan ish bor. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Har qanday bir so'z og'zimizdan chiqdi ekan, buni yozib qo'ydigan malaika bor. Qat'iy unutib qolmaydi. Shuning uchun mush insonlar o'zining og'zidan chiqadigan gap so'zlariga qattiq bir diqqat qilsa degan umidda. Allah razı olsun ustoz. Allah Teala hammamizni Allah Teala'nınki bizga in'om qilgan cho'ng kichik ne'matlarga shukr qiluvchilarningki jumlasini qilsin. Programımızı müşahede ahirlaştıraylik. Hürmetli qarindoshlar, bugungi savol va javob nomli programmamiz müşahede ahirlashdi.
İnşallah başka programlarda görüş ümidi bilen hammalarını Cenab-ı Allah Teala'ya tavşirdik. Hayır, hoş, aman bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.